Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 24. qism. Nazila Yulduzning chiroyidagi ansizlik chirmivog'an qo'rqinishni his qilib, Yulduzda cho'qim bir masala bor deb gumon qilishga boshladi. Va Yulduzning yig'irini tatilab, "Nima bo'lding? Biroq qo'rqinching bor o'xshamamdi" degandek gaplarni qilib, Yulduzni tar yo'lda qistavatdi. Yulduz chandurib qo'ymaslik uchun o'zining bugun ay ko'rib qolganligini, shunga butun badallarining bo'libmi qo'rsoq va bel tarafining og'rib, shundoq bo'lganligini deb gapni o'sdi. Mavlud 5 minutda tugaydi. Ondan qaytib kelib aram olsang bo'ladi deb, oxiri Yulduzni o'zining nopusiga elib, qonunli holda uning o'z dadisi bo'g'inidan xushal bo'lib, og'zi yumilmayli qolgan edi. Yulduz bu yerda ishning aplashmaydiganligini bilib, dachidan ketib bo'lganda fursat topib, biror bahona bilan bugungi ishni kayniga surishni planladi va chiroyiga qaytadan kulki yugurtib, "Endi yaxshi bo'lib qolgandek turaman. Menga dada" debla Mavludni qo'ltiqlab uydan chiqdi. Ular endi mashinaga chiqib turishiga uy xizmatkori Maryam paq-paq qilib yugurib chiqib, Izzatxonning tuyuqsiz qon besimi o'rlab qolganligini deb Mavludni uyga yondirib kirdi. Yulduz Maryamning gapini anglab, "Uf" dedi-da, "Voy cho'ng opa" deb, umu Mavludning orqasidan uyga kirdi. Izzatxon mehmonxonadagi kresloda beshini tutib, so'zilib yotadi. Mavlud doktorxonaga opray desa, Izzatxon birdamda yaxshi bo'lib qolaman, sen yanimda birdam o'ltirg'in deb, uning qo'lini chang tutib yetyotdi. Yaxshi fursatning kelgani bilan Yulduzmi bekor turmadi. Bo'ldi dada. Lopasning ishini keyin qilsaqmi bo'ladi? Sen yenimda bo'lsanglar, menga hech nimaning keragi yo'q. Hozir hammadan muhimi cho'ng opamning salomatligi. Tasodifiy biz u yoqqa ketib turishimizga yana qon besimi o'rlab qilib bir ish bo'lib qolsa, har ikkimiz o'zimizni kechiramaymiz. Men undaq nopos, mol-mulk, varislik degandek narsalarning lozimi yo'q. Faqat yenimda sog'-salomat turib pasanglarla, men shuningdan xo'sh. Bo'lamdi dada. Mavlud Yulduzning so'zlarini anglab, uningdan to'limi ta'sirlandi. Yulduz bundaq davatqa yada u yana nima qila olsin? Shunday qilib, Yulduz bu qitim o'ngishli qoldi o'tkaldan o'tib olgan bo'ldi. Mavlud Izzatxonning yanida 1 soatdak o'ltirgandan keyin shirkatdan telefon keldi. Izzatxon Mavludga "Sen ishingga mengayvagin, yaxshi bo'lib qoldim" deb uni yo'lga solganmi bo'ldi. Mavlud uydan chiqib ketib turishiga, Yulduzmi uning orqasidan otxona tarafga qarab mandi va Nurxonni sirtga chaqirib chiqib, oqshom yuz bergan ishlar. Shundaqla atdiganda Izzatxonning qon besimining o'rlab ketishi sababli bu ishlardan qutulib qolganliklaridan boshlab hammani deb berdi. Nurxon Yulduzning gaplarini anglab, og'zini tutibli qoldi va oxirgi gapini anglab, "Uf" deb maydisiga yengil qilib, netchini shapaloqlab qo'yib, "Bu qitimg'u taliying kelib qutulib qopsan qizim. Kelar qitim qandoqmi qilasan? U chaqda Izzat degan sesiq qerining qon besimi yana o'rlanmi, ha? Nimishqa tinogin menga demiding deyman. Ishpar degan o'limtik oqshom uyga kirib, yotoq uyning eshigini taqab bir kirib ketgan hozirgacha chiqmadi. Eshikni necha qitim urdim. Biroq u dan boshqa gap qilmayotdi. Birasiga bo'zaq qilmagandi, ha? Shu tapda kallamga kelmagan xayollar kelyotdi. Navodi birasi uning nomusiga tegib, "Ayjon, ona, sening mushkallang nədagi yomon narsalarni o'ylamdiganda deyman." Qiziq. Voy, uningga hech nima bo'lmadi. Oqshom ikkimiz paranglashgan, u chaqda yaxshidi. Undaq ishlar bo'lgan bo'lsa, birinchi bo'lib menga deydi. Sen sirtda birdam o'ltirib turg'ina, men kirib o'zim paranglashib baqay. Uning g'azat nemish bo'ldi ekan. Yulduz Nurxonga eshik oldida saqlashni deb qo'yib, o'zi uyga kirdi. Va Ishparning hujursining eshigini "Men Yulduz, eshikni ochasan" deb to'xtamay urdi. Ishpar eshikni ochadigandak qilmaydi. Shuning bilan u lingshib aran qolgan bu yog'och eshikni birini ittiribla ochdi. Ishpar tehicha oqshomqi joyidan midir-sidir qilmay yotadi. Yulduz Ishparni asta yo'lab o'ltirg'izib, uningdan nimish bo'lganligini so'radi. Lekin Ishpar bir eg'izmi javob qaytarmadi. Yulduz Ishparning yanida o'ltirib,
uningga nurg'un yaxshi gaplarni qildi va har qanday ko'ngilsizlik bo'lsa o'tib ketadiganligini. Shunga o'zini bundoq tashlab etmay, hayotga qaysarlik bilan yuzlanishini aytdi. Ipar Yulduzning barliq so'zlarini anglab bo'lgandan keyin to'g'ri debla o'rnidan turdi va ustiga chapinini artibla, yuzini yuymay ishqa kechikib qoldim deb halsiz tenini so'rab uydan chiqib ketdi. Nurxon Iparning ismini chaqirib, "Nega borsan?" deb qayta so'ragan bo'lsa-mu, biroq u bir eg'izmi javob qaytarmay ketib o'tadi. Nurxon Yulduzdan Iparga nemish bo'lganligini so'raganda, ishni yaxshi bitirmay, dadamdan tanbih anglabdi debli gapni o'zdi. Nurxon mushunchalik ishqimi o'zini uyga solib olish ketamdi deb qo'yib, Pashaxon va Nafisa to'g'risida paralashib o'ltirdi. Ipar shirkatga bag'ucha Arslonga bu ishni deyish yoki demaslikni o'ylab gangirabla qolgan edi. Agar men uningga ocham bilan yurib turib, meni nimishqa ahmoq qilding desam, u nima deb javob berar? Mening chuqum tinib oladi. Agar mendan boshqa yana ko'nglingda birasi bormi deb so'rasam, u yana inkor qilishi mumkin. Qanday qilsam bo'ladi? Men nimani desam, u inkor qilib, Yulduzni yolg'on gap qildi deyishi mumkin. Lekin men yuz bergan ahvolni deb ishni oydinlashtirib etmasam, ko'nglim aromiga tushmaydi-da. Men yana rost gapni deb uningdan munosabatimni biroqli uzay. Uningdan keyin Arslan bilan mening ishim qolmaydi. Hammasi tugaydi. Yulduz to'g'ri deydi. Masar bo'lishim kerak. O'zimni tashlab etmasligim kerak. Bo'lmasa Yulduz Arslanning o'zini aldab yurayotgan odamning men ekanligimni bilib qoladi. Navada u bilib qolsa, ochsingil ikkimizning munosabatimiz yiriklashdi. Men yana o'zimga tava bo'lgan yerda turay. Arslonga Yulduzdek esilzodaxon qiz hammadan bek mos keladi. Mendek ko'k nomrod qizning ularning orsiga qisilib olishi nima haqqim bo'lsin? To'g'ri. Arslondan voz kechishim mumkin. Biroq uni unutib olishim aslo mumkin emas. Men uningdan haqiqiy bir erning sevgan oniga bo'lgan mehr muhabbatini his qildim. Uning sevgisidan o'zimni baxtli his qildim. U hatto menga o'z ota-onam beramagan bexatarlik tuyg'usini ato qildi. U mening yonimda bo'lgan har qanday vaqtda men o'zimni to'liq bexatar his qilaman. Uningdan ayrilib qolishdan sho'qmanki, qo'rqqan ishim oxir beshimda kelib to'xtadi. Nimishqa bundoq bo'ladi? Acaba yaxshi ko'rishganlarning bir yerga kelishi aslo mumkin emasmidi? Nimishqa odamlarning ko'ngli buncha past bo'ladi? Hikoya mushundaqla oxirlashami? Balkim hikoya allaburun oxirlashganda ketganlarmi kelmasligi mumkin, qolganlarmi o'lmasligi mumkin. Biroq yurakchi, go'zal kunlar oson kelmas. Oson kelgani go'zal bo'lmas degan mushumidi? Shunday vaqtlarimiz bo'ladi ekan. Ba'zi ochiq hislarni ichimizga yutib, iliq tabassumimiz bilan hammaga yuzlanishga majbur bo'ladigan, hamma odam nurg'un orzularni qilishidi ekan. Hammamizning birdan bir ichilib kuladigan vaqtimiz bo'ladi ekan. Atrofimizdagi bizni suygan va biz suyganlar bilan ya xo'shlashib ekanmiz, ya kirishdimiz, mahkam bog'lanib oxirgacha birga bo'ladi ekanmiz. Hamma ishning go'zal bo'lishi uchun uning o'z vaqti bor deyilgan emasmidi? Acaba ushbu vaqt menga yaqin kelmaganmidi?
yoki mening undaq vaqt fursatiga ega bo'lish salohiyatim yo'qmidi? Men shuni his qildimki, bizning hayotimizdagi eng cho'ng isrofchiligimiz loyiq bo'lmaganlarga bergan qimmatimizgan. Mening azobim boshqalarni xushal qilsa mayli, ammo mening xushalligimni boshqalarni azoblashini xohlamayman. Shu men orqamga chekinib, fursatni yulduzga berishim kerak. Chunki u Arslanni yaxshi ko'rdi. U gerçi bir ana, bir dadadan bo'lgan ocham bo'lmasa-mu, biroq u degan mening bu dunyolikdagi birdan bir qarindishim. U menga kichigimdan hamroh bo'lib keldi. Men kulsam tan kuldi, yig'lasam tan yig'ladi. Men o'zimning hissiyotini deb, uning hissiyotini barbod qilsam bo'lmaydi. Men cho'qim bu azoblarni unutdim. O'rnimdan dast turib ketdim. Cho'qim shunday qilaman. Ihbar shirkatga kelguncha nurg'un xiyollarni qildi. Yig'ladi, biroq uning azobini bir o'zidan boshqa hech kim his qilolmadi. Nurshad Ihbarning nursiz chiroyiga qarab, uningdan nimish bo'lganligini so'radi. Biroq Ihbar bir eg'izmi javob qaytarmay, ish o'rniga berib o'ltirdi. Uning ustilida cho'ng bir dasta gul turadi. Ihbar bu gulni cho'qim Arslan qo'yib qo'ydi deb o'yladi va tashlab etishga ko'zi qiymay, ustilining ostiga qo'yib qo'ydi. Arslan Ihbarning kelishini to'rt ko'zi bilan saqlab turgan bo'lib, Ihbarning kelganini ko'rib, qilayotgan ishini joyiga tashlab, darhol uning yeniga keldi va Ihbarni erkaltish uchun uning orqasidan ko'zini etib oldi. Ihbar Arslanning hidini necha kilometr yiroqlikda turibmi bilib oladi. Shunga u Arslanning qo'lini silkib tushirib etib, uningga qarabmi qo'ymay, kompyuterda material izlagan bo'lib o'ltirdi. Arslan Ihbardagi bu o'zgarish, shundaqla so'g'uq muomalani ko'rib, ko'ngli yerim bo'ldi va ustalning ostiga qo'yib qo'ygan gulni ko'rib, bu gulni kim sovg'a qilgandi deganni o'ylab, uningga endi gap qilay deb turishiga to'satdan Nurshad paydo bo'ldi va Ihbarning ustiga bir kassasini ep qo'yib, "Qani, men sovg'a qilgan gul. Voy, bu yer turdi-ku. Boshqalarning ko'zi tegib ketmasin deb mushay qo'yib qo'ydingmi, güzelim?" "Hey, sening bu yer nima ishing bor? To'la mening bo'lg'us xotinimning atrofida parvon bo'lib yurma. Berib ishini qil." Arslan Nurshadning mug'ambarlik bilan qilgan so'zlaridan, shundaqla bo'lg'usi ayolim degan gapini anglagandan keyin Ihbarni u to'y qiladigan bo'pti-da. Shunga menga mushunda qo'pol muomalada bo'pti deb o'yladi. Ihbarmi ham bu bir dasta gulni Arslanning emas, balki Nurshadning qo'yib qo'yganligini bilgandan keyin ustalning ostidan gulni elib, yandagi axlat chilikiga tashlab, "Har ishinglar ko'zimga set ko'rinib turavermay berib ishinglarni qilinglar. Senmi berib ishingni baq. Buningdan keyin menga gul pul degandek narsalarni bergichi bo'lma. Ondan gap so'zlaringga diqqat qil. Bu yerda hech kimning texsining bo'g'isi ayoli bo'lg'ini yo'q. Sizmi shu Arslan? Meni avar qilib, yenimga kelavermang. Qiladigan nurg'un ishlarim turibdi. Men bu ishlarni yaxshi qilolmasam xizmatimni quruq qolaman. Sizga o'xshash to'qqizim talamas mening. Siz ko'zingizni bir qisibla boy oilaning e'tiborli qizi bilan to'y qilib, e'tiborli kuyovul bo'la olishingiz mumkin. Biroq men undaq emas. Tirishib o'zimni taraqqiy qildirmasam bo'lmaydi. Qarabli qo'ysam, hech kim oldimga kelmaydi. Yana qarabli qo'ysam, yeydigan, ichadigan, kiydiganlarim oldimda tal bo'lib turmaydi mening. Men tegimdan ko'k nomrod bechora bir qiz. Shunga men sizning menga bunday qilishingizga arzimayman. Meningmi, o'zingizning vaqtini isrof qilmang bo'lamdi. Ihbarning so'zlarini anglagan Arslan uning nima da'vatganligini tushunmay, hayronlikdan og'zini kamardak echib turib qoldi. Ihbarning ko'zlaridan yoshlar marjandek qator tizilib oqmoqda edi. Arslan Ihbarning nemishqa bundaq deydiganligi, yana nemishqa bundaq ko'z yoshi qilishining sababini bilmay, uning oldiga kelib, ikki qo'li bilan Ihbarning beshini astag'ini ko'tarib o'ziga qaratdi. Shu tapda
Arslanning ko'zlarimi mana men debli qizirib bo'lgan bo'lib, ozroqli bardoshlik bermasa, umi heli yig'lab tashlaydigandek qiladi. Ipar Arslanning qo'lini yuzidan titrab turgan qo'llari bilan ching tutib pastga tushiribdi. Arslan o'zini Ipardan ayrilib qolgandek bir tuyg'uga keldi-da. Ipar, men qarang. Sizga zada nima ish bo'ldi? Akşam bir obdallı xo'shashqa aydik. Endi bu sizning nima qilganingiz? Biz xato tushunishlarni cho'rib tashlab, qaytadan va'da berishgan tuqqu. Men sizga hammani tushundirdim-ku. Sizdan sir saqlamayman dedim. Ham barliq ish izlarimni sizga so'zlab berdim. Siz menga buningdan keyin menga so'g'uq muomala qilmaslikka ma'qul bo'lgan edingiz. Turibli yana nima bo'ldingiz? Ko'nglingizda yechilmagan tugunlarning hammani yechib berdim. Siz meni yana nima qilsin deysiz? Qani gap qiling ha. Ipar, o'tinib qolay. Bundaq jim turmamsınız-chu? Mendan rozi bo'lmagan, mendan ümidsizlangan yerlaringiz bo'lsa, menga deng. İkimiz chiroyli paranglashib tang hal qilaylik, ha? Nimani chiroyli paranglashib hal qilasiz? Nimani? Isit, sizga ishinib yurganim. Isit, sizni yaxshi ko'rganim. Dunyoda sizdek yolg'onchi odamda yana bir bormidi? Sizga bergan ko'nglimga yana bir qatim la'nat bo'lsin. La'nat! Sizni buncha yergandirgidek, men zodi nimani xato qildim? Yulduz.